Sizlarni, bo'lajak bolamizni, hamma-hammanglarni tashvishga qo'ydimi? Men sizlarga arzimas ekanman. Unday demang. Siz muhimi tiriksiz. Yuragingiz uryapti. Shuni o'zi menga katta dunyo. Dardingiz bitadi, Oybek aka. Faqat ruhingiz sinmasin. Biz yiqildik, to'g'ri. Lekin yotib qolganimiz yo'q. Birgalashib, harakat qilib, birga turamiz. Rahmat. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Mana ko'rasiz. Amma har bitta qattiq gapingiz ostida bir yig'i bor edi. Siz choyni bunday damlang deganingizda aslida meni ko'ringlar, men ham bu uyda borman derdingiz. Men buni eshitardim, amma ro'mol masalasi ham bu onamdan qolgan yagona yodgorlik edi. To'g'ri, aldamayman, yuragim og'ridi. Lekin keyin o'yladim. Ammam buni yomonlikdan emas, bilmagandan qildilar dedim. Shunda men ro'molni emas, sizni o'yladim va kechirdim. Robiya, haqiqatdan ham men nodon ekanman. Men sizdek ayolni yuragini og'ritdim. Men doim o'zimni haqman deb bildim. Ammajon, biz bir oilamiz. Oilada kim yutsa ham yoki kimdir yutqazsa, baribir ham ikkalasi ham yutqazadi. Kim mehr bersa, ikkalasi ham yutadi. Ha, Robiya. Bu qanday razillik a? Homilador ayollar erini ko'chada kaltaklashsa, ularning hammasini militsiyaga topshirish kerak. Jazosini olishsin. Davron, shoshilmang. Lekin hozir Oybekni joni, Gulchehraning tinchligi kerak. Avval oilani tiklaylik, ana undan keyin adolatni. Menga qarang. Siz nega bunchalik xotirjamsiz a? Yuragingiz toshdanmi? Yo'q. Yo'q, yuragim toshdan emas. U hozir men bo'lakka bo'linyapti. Agar men ham yiqilsam, bu oilani kim suyaydi, a? Kimdir mustahkam turish kerak-ku. Mana shu meni vazifam. Dadasi. Ha? Nima gap? Nima bo'ldi sizlarga? Oxirgi paytlar Nodirjon ikkovlaring o'zgarib qolgansizlar. Hey. Birorta gap bo'lyaptimi men bilmagan? Bor edi. Endi hal bo'ldi. Ha. Nodirni o'tmishidagi qadrdonlaridan bir gap chiqib qoldi. Demak, ana u atir, ro'molcha o'shalarni ishi ekanda, a? Ha. Ular o'zlaricha oilamizni buzib, o'g'limizni sindirmoqchi bo'lishdi. Lekin bilib qo'ysin, sindira olmaydi. Biz sinmaymiz. Dadasi. Nima qilamiz? Bolam endi o'ziga kelgan paytida uyatdan o'ladi-yu. Bu yoqda kelin homilador bo'lsa, unga zarar bo'lmasmikin? Qo'rqma. Biz himoya qilamiz. Agar kelin eshitib qolsa, qanaqa holatga tusharkin-a? Kelining kuchli ayol. Sen uni onasinikiga jo'natding. Ko'z tegmasin, o'zgarib qaytdi.
Unaqa ayol haqiqatga tik qaraydi. O'zi uchun kurashadi. Dadasi, siz qanday qaror qilsangiz ham qo'shilaman. Haqiqat yo'lidan boramiz. Shunaqa. Jiyan. Robiya. Meni eshitdinglar. Men bu uyga kelib olib, o'zimni bekaman deb bildim. Mana kasal ham bo'lib qoldim. Robiya bo'lsa, tuni bilan meni boshimda o'tirgan ekan. Bu menga ancha shifo bo'ldi. Lekin men Robiyaga qancha azob bergan bo'lsam ham, u hammasiga ko'z yumdi. Men haqiqatdan ham uyatga qoldim. Mana Robiya, bu kalitlar. Uyni bekasi sizsiz, Robiya, sizga topshiraman. Oling. Men sizlardan roziman. Mingdan ming roziman. Yo'q. Yo'q, ammajon. Amma bunaqa demang. Bu nima deganingiz? Siz oilamizni, qolaversa avlodimizni boshsiz-u, amma. Ammajon, kalit sizda tursin. Ha? Siz oilamizni boshisiz. Sizda turgani to'g'ri bo'ladi. Ro'zg'orni o'zingiz bosh-qosh bo'lib yurg'izasiz. Ha? Siz menga ustoz, men sizga shogird. Bilmaganlarimni o'rgatasiz. Amma, siz meni otamdan qolgan yodgorligimsiz. Rahmatli otamni singlisiz. Unaqa demang. Jonim amma, oilani boshlig'i siz. Baraka sizda. Ha. Bir narsani biling amma. Siz hech qachon bu oilaga ortiqchalik qilmagansiz. Jiyan, Ha. senga rahmat. Agar akam rahmatli hozir tirik bo'lganda sendanchi faxrlangan bo'lardilar. Sen ham xuddi akamga o'xshab oliyjanobsan. Sen qalbing toza bo'lasan. Men hayronman. Jiyan, Robiya. Shunday oilaga men qanday qilib tosh otdaman? Ammajon, qo'ying shunaqa Iltimos. gaplarni. Ya. Unaqa demang. Bo'ldi. Meni uyaltiryapsiz. Sizga yarashmas ekan. Ha. Rostdanmi? Mantiqisinmi? Ha. Bo'ldi. Bo'ldimi? Bir mantiq qilaylik unda. Jiyan. Bo'ldi amma. Ha, jiyana. Xorman Odirboy. Bor bo'ling. Men bu oylik to'lovni kutib turibman-ku. Qani? Men sizga boshqa to'lamayman. To'lamaysanmi? Yo'q. Demak, unda men aytganimni qilaman. Bugunoq borib, xotiningga hammasini aytaman. Kim bo'lganingni, nima ish qilganingni hammasini aytaman. Keyin ana u otangga ham aytaman. O'shanda ko'ramiz seni ahvolingni. Xohlaganingizni qiling. Boring ayting. Lekin aka, sal kech qoldingiz-da. Kech qoldim. Bu bilan nima demoqchisan? Bu bilan nima demoqchiman? Otam hammasini biladilar. Buni hammasini o'zim aytib berdim. Endi xotinimga ham, mahallaga ham o'zim aytaman. Mana endi sizni qo'lingizda hech qanday qurol qolmadi. Sen meni aldab bo'psan. Meni shuncha yil umrim bekorga ketmaydi. Men seni sindiraman, Nodir. Oilangni ham buzaman. Qo'lingizni oling. Qani urinib ko'ring. Lekin siz shuni biling.
Siz mutlaqo qurolsiz qoldingiz. Endi bu yog'iga yo odam bo'ling, yo bo'lmasa ana katta ko'cha. Yo'lingizdan qolmang. Shunaqami? Shunaqa. Sen bilan hali boshqacha gaplashaman. Gaplashamiz. Xo'sh, nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. O'xshamadi. Nodir umuman qo'rqmay qoldi. Otasi ham hamma gapdan xabardor ekan. Menimcha endi boshqacha yo'l o'ylab topishimiz kerak. Balkim to'xtatish kerakdir-a? Baribir ishimiz yurishmayapti. Bu odam mustahkamda. Men umuman to'xtamayman. Meni shuncha yil umrim qamoqda o'tdi. Men ularning mustahkamligini sindiraman. Qani yur. Ketdik. Voy. Hormang kelin, hormang. Ammajon, Charchamayapsizmi? keling. Yo'q, rahmat. Robi, Ha, men o'zim sizga yordam berish uchun chiqdim. Men manti to'gishni juda ham boplayman. voy, ammajon, ishonaman, lekin kirib dam olsangiz bo'lardi. Yo'q. Ancha yaxshiman. Robiya, Labay ammajon. bundan keyin siz menga ustozlik ham qilishingiz kerak. Ha? Ammajon, qanaqa ustozlik? Axir siz ko'ngil olish bo'yicha juda ustasiz-ku. Endi siz ko'ngil olish san'atini o'rgatasiz. Xo'pmi, ustoz? Mayli, ammajon. Ha. Ha, yaxshi. Go'shtni yaxshi to'g'rabsiz, lekin ozgina yog' qo'shib o'rganishdamidi? Ha, Yana bo'ldi. shirin Xo'p bo'ladi, chiqardi. siz yog'ni yaxshi ko'rasiz-ku. Ha. Xo'p bo'ladi. Qancha? Mag'zi ham shunda-da, mantani bilasizmi? Bo'ldi, ammajon. Siz aytgandek qilaman. Ha, ha. Nodir aka, tinchlikmi? Tuzukmisiz? Nodir aka, tuzukmisiz? Tinchlikmi? Hayolingiz parishon. Nimaga indamaysiz? Tinchlikmi? Ha. Zarina, bilasanmi? Senga bir gap aytishim kerak. Mayli, eshitaman. Yoshligimda men ko'cha bolalariga qo'shilgandim. Keyin ko'cha odami bo'lib nom chiqargan tog'amni qo'lida ham ishladim. To'g'risini aytsam, yomon yo'lga kirgandim. U ham mayli, o'g'irlik ham qilganman. Bir yigit bor edi meni sherigim. Vohid ismi. Xullas, meni qasdimni olish uchun tog'am unga ish buyurgan. Men o'shanda qamoqda edim. Vohid qo'lga tushdi. Qamaldi. Endi chiqib meni topdi. U menga qamoqda seni deb yotdim. Endi menga pul berasan deyapti. Bilasanmi? Uyimizdagi o'sha atir ro'molcha hammasi o'sha marazni ishi. U bizni oramizni buzmoqchi. Demak, shuncha kun sizni yuragingizni siqib yurgan odam shumidi? Ha. Buni hammasini sendan yashirdim. To'g'risi, uyalganimdan, qo'rqqanimdan. Sen mendan
voz kechasan deb qo'rqdim. Endi mana hammasini aytdim, hammasini bilasan. Nodir aka, bo'ldi, siqilmang. Menga qarang. Zarina. Men shuncha vaqt sendan yashirdim. Senga yolg'on gapirdim. Mana bugun ko'zingga tik qarab hammasini aytyapman. Chunki sen haqiqatni bilishga loyiqsan. Men eshitishdan qochmayman, davom eting. Oybek aka, siz siqilmang. Siz bu uyni ustunisiz. Ustun biroz egiladi, lekin sinmaydi. Hozir men sizga ovqat olib kelaman. Siz baquvvat yeb, kuchga to'lishingiz kerak. Hozir tomog'imdan ovqat o'tmaydi. Uyda sarqichaqa ham qolmadi. Men yotib olganimni qara. Bu qanday erkalik bo'ldi axir? Erkak kishi pul topmay yotsa. Erkaklik pul topishda emas, halol yashashda. Siz ichkilikni, yolg'on gapirishni, umuman hamma yomon odatlarni hammasini tashladingiz. Bu juda katta gap. Qolganini birgalikda uddalaymiz. Siz siqilmang. Rahmat, boringga shukr. Nodir aka, men ham sizga bir gap aytmoqchiman. Xo'sh, Men ham bir yigitni sevib turmushga chiqqanman. nima? O'sha yigit halol qassob, mehribon erkak. Ota-onasini hurmat qiladigan o'g'il. O'sha yigit mana shu oldimda turgan odam. Lekin Zarina, meni o'tmishim. O'tmish o'tdi, hozir kelajak bilan yashayapmiz. Siz o'shanda ko'cha bolasi bo'lgansiz. Bu ayb emas. Baxtsizlik. Keyin esa adashgansiz, tushundingiz. Yoshlikda hamma narsa bo'ladi. Mana qarang, hozir kim bo'ldingiz? Siz hozir o'sha odamni ortda qoldirib, mard erkak bo'ldingiz. Men hozir sizni sevaman. Yaxshi, Zarina. Men senga munosib emasman deb o'ylayman. Bilasiz-ku, men ham mukammal emasman. Esingizdami? Rashk bilan sizni qancha qiynadim. Har qadamda aybladim sizni, shubhalandim. Siz esa meni kechirdingiz, sabr qildingiz. Endi meni navbatim. Siz o'tmishingizni kechiraman. Chunki sevgi bir-birini kamchiligini to'ldirish bilan bo'ladi. Rahmat Zarina. Sen meni eng katta baxtimsan. Endi men hech narsadan qo'rqmayman. Sen yonimda bo'lsang bo'ldi. Bilib qo'ysang, yonimda bo'lsang, vaqtdan boshqasi ham hech narsa qila olmaydi. Shunday. Endi u bizni o'rtamizni buza olmaydi. Chunki buzadigan hech narsa yo'q. Biz bir butunmiz. Ertaga otangiz aytgandek, hamma haqiqatni aytib beramiz. Yaxshi. Boringga shukr. Gulchehra, yotgan joyimda ham qiynayapman seni. Ovqatimni tashlayapsan. Kiyimlarimni ham yuvyapsan. Homilador holingda qiynab yotibman seni. Bo'ldi. Oybek aka, bas qiling shu gaplarni. Er-xotin nima uchun er-xotin? Shuning uchun er-xotin-ku. Bugun men sizga qarayman. Ertaga siz menga. Farishtasan, bilasanmi shuni? Men esa senga arzimayman. Farishta emasman. Shunchaki erini sevgan oddiygina ayolman. Bu oddiygina baxt. Siz tuzaling. Menga shuni o'zi kifoya. Nodir aka, bilasizmi? Men bugun sizni boshqatdan kashf qildim. Chunki sir saqlash oson.
Lekin haqiqatni aytish esa mardlik. Ey Zarina, sen bo'lmaganingda bu haqiqatni topolmasdim. Biz bir-birimizni kuchli qilamiz. Oila degani ana shu bo'ladi. Endi o'sha vaqt qaytib kelsa ham o'rtamizni buzolmaydi. Boringga shukr, Zari. Siz ham boringizga shukr. Oyjon, shu yerdamidingiz? Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Mazangiz yo'qmi? Yo'q. Yaxshiman. Shu o'ylanib qoldim-da, qizim. Nimani, oyijon? Ba'zan o'tgan kunlar yodga tushadi. Yoshligim, erim rahmatli. Dugonalarim-yu qanchasi o'tib ketdi. Endi meni navbatim kelyaptimi deb o'ylab qolaman. Oyjon, unaqa demang. Rosta qizim. Axir yoshim o'tib boryapti-yu. Oyjon, bunaqa gaplarni gapirmang. Siz bu xonadonning ustunisiz. Siz bo'lmasangiz bu uyqulaydi. Siz bizni tirgaganmisiz? Yaxshi narsalarni o'ylang. Qizim. Keksalar hammasi doim shunday o'ylaydi. Keraksiz bo'lib qolishdan qo'rqamiz, qizim. Buvijon, nega yig'layapsiz? Xafamisiz? Yo'q, qizim. Xafa bo'lmang. Voy jonim meni. Asalim. Men sizni yaxshi ko'raman. Siz menga ertak aytib berasiz. Voy jonim qizim, o'zimmi? Men ham seni yaxshi ko'raman, qizim. Sen bor ekansan, men hech qachon xafa bo'lmayman. Robi, senga tan berdim. To'g'risini gapirisham mardlikda. Gapiring. Ammam bilan jiddiy gaplashaman deganimda yo'q degan eding. To'g'ri qilgan ekansan. Men ammamga qattiq gapirib haydamoqchi edim. Noto'g'ri bo'lardi. Kuch devorni buzadi. Mehr esa ko'prik quradi. Devor emas, Komil aka. Biz ko'prik qurdik. Komil aka, gapirgani berasizmi? Hoziringiz ham bor bo'lsin. Kuling, kulishingiz. Hozir arazlab olaman. Arazlama. Robi, erkak kishi hayotda ikkita narsada adashish kerak emas ekan. Xo'sh. Birinchisi kasb tanlashda, ikkinchisi umr yo'ldosh tanlashda. Ikkalasida ham omadim bor meni. Shunda men sizga lotereyaga chiqqan yutug'im. Yutmaganman. Boringga shukr. Boringga shukr onasi. Hafizajon, xush kelibsan, o'rtoq. Xushvaqt bo'l, o'rtoq. Qizimni rangi oqarib ketibdimi? Tashvishdanmi deyman? Hafiza, qo'y endi, o'rtoq. Zarina seni qizing bo'lsa, meni ham qizim. Zarinaxonni bu uyda hech kim xafa qilmaydi, a? Oyi, oyijonim to'g'ri aytayaptilar. Meni bu uyda hech kim xafa qilmaydi. Aksincha, hamma yordam beradi. Qiyin kunimda yonimda turishibdi. Siz xotirjam bo'ling. Men seni bu tashvishda qoldirmayman.
Sen men bilan ketasan. Uyimizda tinchgina tug'asan. Bola tug'ilguncha yonimda bo'lasan. Men sizni yaxshi ko'raman. Lekin meni o'rnim mana shu uyda, erimni yonida. Qancha qiyinchilik bo'lsa birgalikda yengamiz. Men hech qayerga qochib keta olmayman. Oyi, iltimos meni tushuning. Bilaman, siz meni yaxshi ko'rganingiz uchun, achinganingiz uchun olib ketmoqchisiz. Lekin bu uydan ketishim noto'g'ri. Erimni yolg'iz qoldira olmayman, xafa bo'lmang. Qiyin kunlarda menga suyanadilar. Men ularni qanday qilib tashab ketaman? Lekin qizim, senga og'ir bo'lmasin deyapman-da. Mehringizni bilaman, oyijon. Lekin sizdan haqiqiy yordam meni erimdan ayirish emas. Meni yonimda turish, meni qo'llab-quvvatlash. Men sizdan faqat shuni so'rayman.